O'sha Allohga bo'lgan ishonchi yo'q, iymonsiz kofirlar ishdan haydalib ketmaslik uchun, shepni ko'nglini ovlash uchun lyuboy ishga tayyor. Ya'ni bu ish bo'lmasa ko'chada qoladi-da. Lekin qani Allohga bo'lgan ishonch? Mo'min nima deydi? Shep deydi. Osiz men unaqa ijod qilib xorlamay meni. Meni rizqim otamning qo'lida ham emas, enamning qo'lida ham emas. Rizqim Allohning qo'lida. Osiz ishingizni olasiz deb turib, nabarot ti uvolen degan gapni kayfni unga bermaydi-da, kayfni o'ziga olib qoladi. Ya uvolnaysiz deydi. Allohga tavakkal qilgan el na qalqonni va na qalqonni g'amlaydi. O'sha Allohga bo'lgan ishonchi yo'q, iymonsiz kofirlar ishdan haydalib ketmaslik uchun, shepni ko'nglini ovlash uchun lyuboy ishga tayyor. Ya'ni bu ish bo'lmasa ko'chada qoladi-da. Lekin qani Allohga bo'lgan ishonch? Mo'min nima deydi?